Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli obunachilar, Uhud tog'ini shundoq yonida, kamonchilar turgan tepalikning yonida Sayyid-ush-Shuhada masjidi bor. Sayyid-ush-Shuhada masjidi. Hozir shu masjiddan shom namozi tugadi hozir. Juda katta masjid bu Sayyid-ush-Shuhada masjidi. Hozir tashqarini ham ko'ramiz inshaalloh. Juda katta masjid. Suvli bemalol. Suvli bemalol. Muzdayam ekan. Bismillah. Muzdayam. Jazakumulloh xayr. Jazakalloh xayr habibi. Si. Jib vaqt. Shukran. Suvli tarqatishadi doim. Muzday suv. Bu yoq Uhud tog'i. To'g'rida böyle tahoratxonasi. Uhud tog'i. Sayyid-ush-Shuhada masjidi. Suvni sumkamga solib qo'yib. Tinmay suv tarqatishadi. Ehson qilishadi, baraka topib. Bu xurmolar sotadigan, sovg'alar sotadigan kichkina do'konchalar edi. O'zgartirib yengilib berishibdi, boshqatdan qilishibdi. Sayyid-ush-Shuhada masjidi. To'g'rimizda Uhud jangida kamonchilar turgan tepalik. Hozir atrofini o'rab, odam chiqmaydigan qilib qo'yishibdi. Nega bunaqa qilishdi hayronman. Oldin chiqsa bo'lardi, mana to'g'rida kamonchilar turgan tepalik. Hozir odam chiqarmaydigan qilib qo'yishibdi. Atroflari o'rab qo'yilgan, hozir ko'rsataman. Ancha chiroyli qilib qo'yishibdi betlarni. Juda chiroyli qilib qo'yishibdi betlarni. Shamolning ovozi eshitilayotgan bo'lsa xafa bo'lmaysizlar endi. Shamol bo'lyapti. Mana Uhud tog'i. Bu yerda marojniy, kofe. Shunaqa narsalar, xurmo, kitob do'konlar. Sayyid-ush-Shuhada masjidi.
Mana bu yerda qabristoni bor. Rasulullohning amakalari sallallohu alayhi va sallam Sayyidu shuhada, shahidlarning sayyidi Hamza radhiyallohu anhu shu tili. Uhud jangida shahid bo'lgan juda ko'p sahobalar dafn qilinishgan bu yerga. Mana birorta ham marmar tosh, sag'ana, maqbara degan narsalar yo'q. Radhiyallohu anhum ajma'in. Alloh ularning hammalaridan rozi bo'lsin. Hamza radhiyallohu anhu shu joyga dafn qilingan. Muhim tavsiyalar shu ziyorat qilish, duo qilish odoblari to'g'risida har xil tillarda yozilgan. Endi men bu kamonchilar tog'iga Jabal Rimmatga chiqmaydigan qilib qo'yishibdi. Hayronman, nima sabab? Mana o'rab qo'yilgan. Oldin bemalol chiqsa bo'lardi, o'zim ham chiqqanman. Endi chiqmaydigan qilib qo'yishibdi. Hech kim yo'q. Uhud jangi shu atroflarda bo'lgan bo'lsa, kamonchilar mana shu tog'da. Endi bu ham tog'ga kiradi, balandku. Bu paytda balandroq bo'lgan, vallohu alam. Kamonchilar tog'i mana shu Jabal Rimmat deydi. Endi Uhud jangi tarixini ko'pchilik yaxshi bilasizlar. Shu kamonchilarga Rasululloh amr qilib sallallohu alayhi va sallam nima bo'lsa ham tushmaylar deganlarida tushib ketishadi. Musulmonlar keyin mag'lub bo'lishadi. Xolid ibn Valid bu paytda musulmon bo'lmagan bo'larlar-da. Xolid ibn Validni o'sha otryadi gruppasi kirib kelishadi, bular tushib ketgandan keyin bu anu muhim strategik joy bo'ladi. Rasululloh tanlaganlar shu yerdan tushmaylar deb aytgan bo'larlar, tayinlab. Lekin subhanalloh shu paytgacha shu tepadan pastga tushib ketgan kamonchilarning birortasini nomini birov bilmaydi, yuziga solmagan, ta'na qilmagan. Musulmonning aybini hech qachon ochmaydi, oshkor qilmaydi. Rasululloh bilganlar, qolgan sahobalar ham baribir bilishgan, falonchilar shu yerda turgan edi deb. Bir-biri bilan masalan gap talashib qolib, bir oradan gap qochganda ham hech qachon o'shani yuziga solmagan ekanda shu paytgacha. Subhanalloh. Qanaqa bo'lgan o'sha paytda musulmonlar. Shu kamonchilarning nomini shu paytgacha hech kim ta'na qilmagan, dashnom qilmagan, aytilmagan. Alloh rozi bo'lsin hamma sahobalardan. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Sayyidu shuhada masjidi. Uhud jangi shu atroflarda bo'lgan ekanda, endi Allohu a'lam. O'tlarni chiroyli qilib endi bir tarixiy joy qilib o'rab qo'yishdi shekil. 2-3 oy oldin ham bunaqa emas edi. 2-3 oy oldin ham ochiq edi. Bular yangi qurilgan, mana bular yo'q edi do'konlar. Nari do'konlarni ham yangilab beribdi. Bular yo'q edi. عصيرات طبيعية كله طبيعي صح؟ طبيعي سوكلاد بيصفوت في ايش يعني؟ في كل شيء، مانجا حليب، جواب حليب، مانجا، في افوكادو، في عصير تفاح صح؟
عصير تفاح موجود. ما في. ايش موجود؟ تفاح في سلطة. لا عصير مانجو موجود صح؟ عصير بكم؟ مانجو حليب، في جوافة حليب، في افوكادو، كوكتيل، في كم؟ عرايسي. 10 ريال صغير، وسط 15، كبير 20. Man kattasi 20, man bu 15, kichkinasi 10 ekan. Mangoni suvini siqib beraman deydi. Sokini siqib beraman deydi. Mayli, jazakalloh xayr. Kitob do'koni ekan. Assalomu alaykum. Gamburger bor ekan. Turkiyaniki ekan. آسيا ماركتك يعني. السلام عليكم حبيبي، كيف الحال؟ في كل شيء. بقالة مجازين شيء يعني. بارك الله في شغلك أخي، أنا مروجني بارك يعني. خيرات مدينة. السلام عليكم، مساءكم خير. أنا جبل رمان كمانچله. وای سبحان الله. فلیخ خوی آمدی معمولا. كرش. أخي كيف الدخول دحين؟ دخول مقفلين بسبب الصيانة. دخول تقريبا بعد 4 أيام 5 أيام. إن شاء الله. فلوس بفلوس دخول ولا نعم. ببلاش؟ تقريبا الرسوم من 10 ريال، ممكن تزيد ممكن تبقى عن 10 riyoldan ekan. 3-4 kundan keyin ochiladi dot. Mayli, endi nima deymiz? Xo'jayin baring deydi. Marhaban bikum fi Jabal Rummat. Kamonchilar tog'iga xush kelibsizlar deb yozib qo'yishibdi. 10 riyoldan qilib qo'yibdi. Mayli, nima deysan endi? Xurmo do'koni ekan. Mana shuni Kamonchilar tepaligini yaqinda internetda ko'rdim. Bitta bola pulli qilib qo'yibdi desa, video qilgan ekan. Ishonmadim. Rostdan shunaqa bo'libdi. Ana o'tirishibdi odamlar. Shamollar ovozi eshitilyaptimi? Bilmaysizlar. Bu yerda Madinada hech kim och qolmaydi-da. Kuniga 5 mahal ovqat tarqatiladi. Mana shu odamlarni ko'ryapsizlarmi? Mana odamlar navbatga turib kelishyapti-ku. Hozir kechki ovqat tarqatyapti. Kechki ovqat mayli, ujin deymiz ham. Ujin tarqatyapti. Suv beradi, ovqat beradi. Ovqat o'shani bir marta ishlatiladigan idishda mazali ovqat. Men ham olaymikin bitta. Olaman, men ham odam tez yuryapti navbat. Navbat tez yuryapti. Olib ko'raman men. Tinmay ehson qilishadi, baraka topib ko'ra. Mana suvlar tarqatishadi. Uhud tog'ini oldida. Madinani hamma joyida tinmay suv tarqatishadi. Keyin shunaqa 5 mahal ovqat tarqatadigan joyi ham bor, mana shu joyda. O'tmasda keldi navbat. Ovqat faqat kambag'al emas, xohlagan odam oladi. Shu atrofdan o'tib ketayotgan xohlagan odam, mana ayollar, qizlar, shu atrofda ishlaydigan ishchilar, masjidga namozga kelganlar. Hammaga bu ehson. Sadaqa emas bu, ehson. Ehson ikrom deb turadi.
Endi hali chiroqli o'rndan tushmabdi. Bu boshqa joyda edi bular. Mana bu taraf turishardi, bu yoqqa ko'chishibdi. No, पानी खलास हो गया जल्दी करें रुको Assalomu alaykum. Tayyib, tayyib. तफضल अमू Tayyib. तफضल Mana idishda ovqat. Ko'tarib yuraman hamma endi. Hamma yeb o'tirishibdi mana. Bu yerda avtobuslar to'lib ketadi endi hozir haj payti. Hajdan keyin inshaalloh umralar boshlansa avtobuslar to'lib ketadi. Umraga kelgan gruppalarni ziyoratchilarni olib kelishadi Said Shuhada masjidini ko'rsatishga, kamonchilar tog'ini ko'rsatishga. Kech payti endi sal salqin bo'ladi, 40 gradus issiq bor shu kunlarda Madinada. Odamlar mana salqinda dam olib o'tirishibdi, oilaviy kelib. Kamonchilar tog'iga chiqishi pullik qilib qo'yishibdi. Mayli. Mushuk. Bolajonlar maza qilib yurishibdi. Bolajonlar maza qilyapti. Shu kamonchilar turgan tog' Uhud jangida. Ancha o'zgartirib boshqacha qilib qo'yishibdi. Chiroqlari yo'q edi, chiroqlar o'rnatishibdi, chiqadigan zinaga o'xshagan yo'llar qilishibdi menimcha. Ma'mularini ham boplashibdi qadimiy usulda qilib, dizaynini arqonladi. Ice cream var, gulli. Gul sepib beradigan Madinaning marojnisi. Uxti bekam ice cream. 25 Maşallah. Shukran. Bu ham tabiiy so'kiladi deb yozib qo'yibdi. Mangolar arzon deb aytdi. Asosan mangoniki ekan. Mangoni so'ki bor deyapti. Olmaniki yo'q dedi. Ajvali marojniy ekan. Ajvali marojniy. Kofe bor ekan. Asal do'kon ekan. Asal deb yozib qo'yibdi.
كوفي ekan. Shawarma Suriyaniki ekan. Shawarma Suriya. أخي لحم إيش دجاج ولا غنم ولا بقر؟ دجاج بكم؟ 10 ريال في 12 ريال. شكرا 1 ريال 12 ريال. بيتزا. شكرا طولي ekan. Shawarmasi. Kitob do'kon, Qur'on. Xurmo do'kon ekan. Chiroyli qilib qo'yishibdi. Bular eski edi butkalari. Yangi joylar qilib beribdi bularga. Hozir odam kam edi, bu ham to'lib ketibdi. Salqinda o'tirishibdi. Hamma narsa bor, suv bor, morojniy bor, xurmo bor. Havo o'rtacha chidasa bo'ladi. Said Shuhada masjidi. Ay to'polonchi bola tosh otyapti. Said Shuhada masjidi shu. Xo'jayingida kamonchilik turgan tog' tepali mana bu yoqda. Mana bitta qabriston bor. Hamza radhiyallohu anhu boshqa sahobalar dafn qilingan. Inshaalloh Alloh hajlarni, umralarni xayrli davom qilsin. Bizning O'zbekistondan kelgan hojiyalar inshaalloh ertaga Arafatga chiqishadi. Arafa kuninglar muborak bo'lsin. Yaqinlashgan Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Alloh hammamizni ko'p yil, ko'p oylar hayitliga yetkazsin. Hajlarni ado etish Alloh hammamizga nasib qilsin. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومغفرته.